Toshkentdagi filialimiz ochildi. G'azalkentdagi filialimiz mana ochilyapti. Qaranglar o'zingiz. Ko'rdingizmi? Yaxshi, yaxshi. Narxi qanaqa ekan? 95 ming yaxshi. Yoqdimi sizga? Sizga Yaxshi, arzon 75 mingdan oldik. Rahmat. Nimaga gapirmaysiz? To'xtay bo'pti. Bitta, aka. Qarang, Emirhan bazarimiz qalay? Zo'r bo'ladi. Yoqdimi? Yoqdi. Ko'rishinglar mumkin, skidkaga qo'ygan dvoykalarimiz bir dunyo edi, уже qolmayapti mana. Shuni ko'ryapman. Qanaqa ekan Emirhan? Yaxshi, Emirhan bozor normalniy. Bo'ladi. Sifati ham yaxshi. Yoqdimi? Juda ham zo'r. Xali, rahmat. Qizlardan intervyu olamiz. Qizlar qanaqa ekan Emirhan bazarimiz? Yaxshi. Yoqdimi? Narx-navolar qanaqa ekan? Nima tanladinglar? Nima olyapsizlar? Sizlar kiyib o'tishim bilan ko'pta qo'ydim. Oyoq kiyimga ham odam juda ham ko'p arzon qilib qo'yganmiz mana. Sifati zo'r, puli juda ham arzon. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, oyoq kiyim oldim. Emirhan bazarimiz yoqdimi sizga? Yoqdi, juda ham Qanaqa zo'r. ekan? Chiroyli, ham narxlari, ham anaqa. Nima oldingiz? Yaxshi, mana oyoq kiyim oldim. Ha, zo'r ekanmi? Yoqdimi? Qolmabdi. Mana уже qolmabdi dvoykalarimiz skidkaga qo'ygandik. Charosi o'zi kiyib skidga qo'yib bergandi. Mana o'zi 2 donagina qolibdi, ko'rishinglar mumkin. Qanday ekan narx-navo, yangijon? Ko'rdingizmi? Dvoykalarimiz qanaqa ekan? Yoqdimi sizga? Ana ekan.